Diqqat! Fuqarolar ogoh bo'ling. Ertaga O'zbekiston hududida dahshatli yomg'ir, sel, suv toshqin hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Zarurat bo'lmasa aslo ko'chaga chiqmang. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin. Tezkor yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, videomiz ostida bir dona like va podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. O'zgidromet 9-may juma kuni uchun ob-havo prognozini e'lon qildi. Unga ko'ra Toshkent shahrida kechasi va ertalab qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 15-20 daraja, kunduzi 28-30 daraja iliq bo'ladi. Qoraqalpog'iston Respublikasi va Xorazm viloyatida yog'ingarchilik kutilmaydi. Ayrim joylarda chang to'zonlar bilan kuzatilishi mumkin. Harorat kechasi 13-18 daraja, kunduzi 30-35 daraja iliq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida yog'ingarchilik kutilmaydi. Ayrim joylarda chang to'zonlar bilan kuzatilishi mumkin. Harorat kechasi 15-20 daraja, kunduzi 30-35 daraja iliq bo'ladi. Toshkent, Sirdaryo, Jizzax, Samarqand viloyatlarida kechasi va ertalab ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 15-20 daraja, kunduzi 27-32 daraja iliq bo'ladi. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 17-22 daraja, kunduzi 30-35 daraja iliq bo'ladi. Andijon, Namangan, Farg'ona viloyatlarida kunning ikkinchi yarmida ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 15-20 daraja, kunduzi 25-30 daraja iliq bo'ladi. Respublikaning tog' oldi va tog'li hududlarida ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Ayrim joylarda kuchli bo'lishi mumkin. Momaqaldiroq kuzatilishi mumkin. Sel, suv toshqin hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Harorat kechasi 10-15 daraja, kunduzi 17-22 daraja iliq bo'ladi deyiladi prognozlarda.